Assalomu alaykum jigarlar, tuzumsizlar. Charchamadinglarmi? Bugun 29-iyul kundalik tahlillar ko'rish turibmiz. Bugun e'tibor berishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bugun Fomus yangiligi bu. Endi bu katta narsani bizning yo'nalishimizni belgilab beradigan yangilik. Bizlar Fomusdan nima yo'nalish tutsak bo'ladi? O'zlaring bilganlaringdan anchadan beri kutib turgan sell saytimiz aktual. Weekly'da sell sayt olinishi kerak. Pastda yopilgan to'g'ri to'plar juda aktual yo'nalish bo'yicha sell saytga qarab tushib kelyapti hozir. Endi o'zim ham kutib turdim bu haftadan boshlab beri shu Fomus menimcha shu sell saytni yangilab bersa kerak. Likvidni olish kerak. Daily'da nima holat? Daily'da juda ajoyib. Shu dushanba kuni hayyasigandan beri tushib kelyapti pakat. Ko'rib chiqamizki, mana bu CRT ni 50 ni urib reaksiya olgan. Nima kutamiz Fomusda? O'zim shaxsan Fomusda kutadigan narsam qaranglar. Men o'zi sizlarga kecha berganim mana bunga chiqishini kutgandim. Bunga yoki mana bu gapga, IFBga xullas kuchli zonalarimiz bor. Endi nima kutamiz? Men kutadigan narsam Fomusgacha narx qanaqa harakat qiladi? Tak. Bilasizlar, biza CRT'da asos to'g'ri hisobga biz tayanamiz. To'g'ri hisob bizga muhim. Shuning uchun men kutaman qanaqa? Mana shu joylarni to'g'ri hisob qilishni kutaman. To'g'ri hisob bo'lishi muhim. Narx to'g'ri hisob qilib, mana FVga kelib bersa, narxni katta ehtimol bilan pasayotamiz. Yoki-da shu yerda o'zidan o'qib ketish ham mumkin. Sell saytgacha. Lekin asosiy planimiz biza entry qilishimiz uchun sal teparoqqa chiqib berish kerak. Ko'tarib berish kerak. 1 soatlikda qanaqa holat bo'lgan buni bilan. Vaqtga qaraymiz. 3, 2 ham 3 ham. 1 soatlik model bo'yicha 2 ham 3 ham CRT bilan narx tushgan. Agressivni pastga yopilmagan tana bilan bu nuqta sevib qilinishi kerak. Katta ehtimol bilan. Bu yoki da mana bu to'g'ri hisob qilib berish kerak. Bu aytganimizdek mana bitta FVga gaplar bor. Mana shu buy sayt yechilgandan keyin selga qiziqamiz o'rtoqlar. Unga shoshmaymiz. Yangiliklarimiz juda kuchli. Telegram kanalida men podrobno berib boraman. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti. Entry berishi bilan entry nuqtadan kirish chiqish stop loss take profitlargacha beraman. Hammaga rahmat. Fomusdan eson-omon chiqib qolaylik. Lekin juda kuchli yangilik juda katta imkoniyat bu. Fomus misol uchun bugun o'tgandan keyin keyingi haftalik yo'nalishda ham, oylik yo'nalishda berib qo'yishi mumkin. Sotib qo'yadi. Chunki bizga mana bu yechilgandan keyingi reaksiya muhimda. Sell sayt yechilgandan keyin trend o'zgaradimi degan savol bor hammada. Fomus shu narsani ko'rsatib beradi.